Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Dam olish kunlari O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi prognoz qilindi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dam olish kunlari O'zbekistonda yomg'ir yog'ishi mumkin. O'zbekistonda may oyining dastlabki kunlarida bahoriy ob-havo bo'ladi deb xabar berilgan edi. Respublika hududining katta qismida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va Navoiy viloyati shimolida yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3 may kunlari esa faqat ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 1-mayda kunduzi havo harorati asosan 27-30 daraja, dam olish kunlari esa 22-25 daraja bo'ladi. Shimoliy g'arbiy hududlarda juma kuni 20-23 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Yakshanbaga borib esa havo harorati 27-30 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 1-3 may kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan kuzatiladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkentda juma kuni kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 28-30 daraja bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi kunlari esa 22-24 daraja bo'ladi deyiladi xabarda.